Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Amerika hökuməti 22 iyul kuni BDT Madaniyat və Ma'rif Təşkilatı direktori Audrey Azoulay Amerikani BDT Madaniyat və Ma'rif organi, ya'ni UNESCO'dan chekindirdiganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Tor betida buni UNESCO'ga davomli qatnashish Amerikaning manfaatiga zid deb aytgan. Mutaxassislar bu haqda bu harakat 2 dunyo urushidan keyin ma'rif, ilm-fan va madaniyat jihatdagi xalqaro hamkorlik orqali tinchlikni ilgari surish uchun Parijni markaz qilib qurilgan bu xalqaro tashkilotga zarba deb qaragan. Bu Amerikaning BDT organlaridan ayrilishining bir qismi sifatida Dünya Səyya Təşkilatıga berildigan yordamni to'xtatish, BDT kishilik huquq kengashidan ayrilish qatorliq Amerikani xalqaro tashkilot va organlardan chekindirishning ikkinchi qadami bo'lib, Amerika bu organdan 1984-yili Reagan hukumati vaqtida bir qatim chekinib chiqqan va 2003-yilga kelganda Bush hukumati davrida qayta kirgan. 2018-yili Trump tunji qatim Amerika prezidenti saylangandan keyin Amerika bu organdan yana bir qatim chekinib chiqqan va Joe Biden davrida qaytadan kirgan edi. Bu qatim Trump qayta saylangandan keyin yana bir qatim chekinib chiqadiganligini bildirgan. Mazkur tashkilotning Parijdagi markazining axborotlarga bildirishicha, bu organning qonun tuzumlariga asosan Amerikaning chekinishi 2026-yili ondan amaliylashigan bo'lib, navbatda bu organning 8%lik moliya chiqimini ko'taradigan Amerika hukumatining bu chekinishi BDT Madaniyat va Ma'rif organiga og'ir zarba deb qaragan. Bir qism mutaxassislar bu haqda bu bo'shliqni Amerikadan keyin Xitoyning to'ldirish mumkinchiligini o'ttirib qo'yib, buning xatarlik bir oqibat akildiganligidan andish qilmoqda ekan. Xalqaro kechirim tashkiloti va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq 11 tashkilot 22 iyul Yevropa ittifoqining prezidenti Costa va Yevropa kengashining raisi Ursulaga 25 iyul Beijingda o'tkaziladigan Yevropa Xitoy munosabatlari yig'inida Xitoydagi kishilik huquq krizi haqida to'xtalishni, tutqunlarni surishtirishni talab qilgan bo'lib, ularning 4 turlik talablarining biri Xitoy hokimiyati tomonidan tutqun qilingan vijdon mahbuslari va begunoh insonlarni surishtirishdan iborat bo'lib, bu tizimlikka Uyg'ur tutqunlaridan Ilhom To'xti, Xushtar Aysa, Yalqin Aysa, Akbar Asad, Raila Davud, Gulshan Abbos, Toshpo'lat Tayyib, Kamila Voyid qatorliqlar o'rnak sifatida kirgizilgan. Bu 11 tashkilotning birlashma xatida monolar yozilgan. Biz 24 va 25 iyul kunlari Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan Yevropa ittifoqi Xitoy boshliqlari yig'inida kishilik huquqni oldingi shart qilishinglarni talab qilamiz. Yevropa komissiyonining raisi Ursula von der Leyen G7 boshliqlar yig'inida yangi Xitoy zarbisi to'g'risida to'xtalib, Yevropa ittifoqi a'zolarining hamkorlikni kuchaytirib, qaysarlik va boshqa usullar bilan inkas qaytarishni talab qilgan edi. Biz o'xshash shaklda bu arzuning Yevropa ittifoqi va uning a'zo davlatlarining Xitoydagi kishilik huquq krizisining cho'nqirilishiga tutgan pozitsiyasiga mos kelishi kerakligini, pat arada o'tkaziladigan boshliqlar yig'inida yangi tashabbuslarning oshkor o'ttirib qo'yildiganligiga ishonamiz. Biz Yevropa ittifoqining uzundan buyon mustaqil fuqarolar jamiyati va kishilik huquq qo'g'dug'ichilarini qo'llab kelganligiga afrin o'qiymiz. Shundaqla BDT kishilik huquq kengashidagi alayda ko'ngil biladigan masalalarda kuchli bayonlar orqali qilgan fikrlarini qarshi olamiz. Biz Yevropa ittifoqining amaldorlari bilan ko'rishish yo'lida qo'lga olingan kishilik huquq faoliyatchilarining xohlagancha tutib turilishini ayblaganligiga, ayni vaqtdagi yuqori darajalik vakil va muavin prezident Josep Borrell BDT kishilik huquq oliy komissarligining Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonidagi siyosatining xalqaro jinoyatlarni shakllantirishidan bo'libmi insoniyat qarshi jinoyat shakllantirilganligini kuchli bir shaklda tilga olganligiga rahmat aytamiz. Navbatda Yevropa ittifoqi va a'zo davlatlarning tutgan yo'li 2012-yili Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Xitoy doiralarining kishilik huquqni keng ko'lamda dafsanda qilishni to'sib qola olmadi. Xi Jinping va uning amaldorlari keng ko'lamda xohlagancha tutib turish, majburiy assimilyatsiya qilish, majburiy emgak va qiynash qatorliqlarning jazoga tortilmaydiganligiga ishonadi. Xitoyning davlat halqigan bostirishi, jumladan Yevropani o'z ichiga oladi.
Xitoy doiralari xalqaro e'tirof qilgan kishilik huquq majburiyatining mutlaq ko'p qismini o'rindashni rad qilib qolmay, yana yer shari kishilik huquq qoidasini o'zgartirishga urinib, muhim xalqaro organlarni ojizlashtirmoqchi. Biz Yevropa Ittifoqi va uning a'zo davlatlarining bu kishilik huquq krizisiga taqobil turishni murojaat qilamiz. Bu Xitoydagi kishilarga emas, balki butun dunyodagi kishilarga kunsiri ta'sir ko'rsatadi. Bu munosabat bilan tashkilotlarimiz sizlarni boshliqlar yig'inidan foydalanib, Beijingning qonunga xiloflik qilishini to'sish va ziyonkashlik uchirganlarni ochiq-oshkora kapolatga ega qilishni talab qiladi. Mazkur tashkilotlarning bu ochiq xatida belgilangan talablarda tovandikilar o'ttirib qo'yilgan. Xitoy hukumatining insoniyat qarshi jinoyati va bu jinoyatning davom qilishini la'natlash bilan birga, Xitoy hukumatining insoniyat qarshi jinoyat qilmishlari va ularni qo'g'daydigan jazoni ayblab, BDT organlarining 2022 yildagi Uyg'ur xalqiga qartilgan Xitoyning insoniyat qarshi jinoyatlar haqidagi doklati, 2023 yildagi Xitoy qartilgan har xil kamsitishni tugutish komiteti, iqtisodiy va madaniyat huquq komiteti, 2024 yildagi BDT universal qarorlik jurnalida o'tirib qo'yilganlarni yana bir qatim eslatish bilan birga, Yevropa Ittifoqining insoniyat qarshi jinoyatlarning universal boshqarish tavallikida ekanligini, javobgarlarning jinoiy javobgarlikqa tortildiganligini, Xitoy hukumatining Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar va boshqa joylarda sodir qilgan chegara halqagan bostirishlarini Yevropa Ittifoqi rahbarlariga eslatamiz. Bu 2025 yili 6 oyning 18 kuni Argentinadagi eng yuqori jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat sodir qilganlik ustidan elib berilgan deloni qarab chiqish to'g'risidagi uqtirishi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlardagi o'xshash tashabbuslarga ishonch va harakatlantiruvchi kuch ato qilishi hamda BDT mexanizmi orqali javobgarlikni ilgari surishiga turtki bo'lishni umid qilamiz va shundaqla jiyatining davlat halqigan bostirishni tugatishga bergan va'dasini ta'kidlaymiz. Xizmat sababidan qo'lga ilingan Yevropa Ittifoqining buxrosi Guyminxey, Saharov mukofoti sohibi Ilhom To'xti va BDT kishilik huquq kengashining eng yangi bayonotida aniqlangan shaxslarni, jumladan Xushtar Aysa, Yalqin Aysa, Gulshan Abbos, Toshpo'lat Tayyib va Kamila Voyit qatorliq kishilik huquq qo'g'duvchilarni darhol va shartsiz qo'yib berishga chaqiriq qilishinglarni talab qilamiz. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.